Barbarossa operatsiyasi tarixdagi eng qonli hisobning boshlanishi. 1941-yil 22-iyun tong soat 3:15 Germaniya Barbarossa nomli operatsiyani ishga tushirdi. Insoniyat tarixidagi eng yirik yer hujumi. 3.8 mingdan ortiq askar, 3800 ta tank, 4400 samolyot va 600 ming transport vositasi bir vaqtning o'zida Sovet chegaralarini kesib o'tdi. Maqsad bitta edi: 3 oy ichida SSRni yo'qotish, Moskvani egallash va kommunistik tizimni tarixdan o'chirish. Bu g'oyaning ortida nafaqat siyosiy ambitsiya, balki irqiy ustunlik, dunyo hukmronligiga ishonch yotardi. Sovet razvedkasi bu hujumni bir necha hafta avval sezgan, ammo Stalin ishonmadi. Natija esa halokatli bo'ldi. Birinchi 3 kun ichida Sovet havo kuchlarining 3000 dan ortiq samolyoti yo'q qilindi. Ularning ko'pchiligi hatto uchishga ulgurmagan edi. Dastlabki haftalarda fashistlar 600 kilometr chuqurlikkacha kirib bordi. Smolensk, Minsk, Kiyev, Odessa birin-ketin uxlab tushdi. Faqat 1941-yilning o'zida Sovet armiyasi 4.3 million harbiyni yo'qotdi. Bu son ayrim davlatlarning butun aholisiga teng edi. Nemis generallari buni chaqmoq urushi deb atadi, ammo ular bir narsani hisobga olishmagan. Rossiya geografiyasi va iqlimi o'z-o'zidan qurol edi. Yo'llar loyga aylandi, mashinalar muzladi, ta'minot liniyalari uzildi. Sovetlar orqaga chekinar ekan, yoqilgan yer taktikasini ishga soldi. Dushmanga oziq, neft, elektr qoldirmaslik uchun o'z shaharlarini portlatdi. Bu Sirchaga tarixdagi eng sovuq urush qishining boshlanishiga sabab bo'ldi. 1941-yil dekabrda nemislar Moskva darvozasiga yetdi. Ular shaharni ko'rishardi, lekin yuraklari sovuqdan, tanalari ochlikdan toshga aylandi. Stalin Moskvani tark etishni rad etdi va 7-noyabrda Qizil maydonda parad o'tkazdi. Shu parad qatnashchilari bevosita frontga jo'natildi. Bu ruhiy zarba Germaniya uchun o'lim signaliga aylandi. Tezkor g'alaba afsonasi shu yerda barbod bo'ldi. Barbarossa natijasida Germaniya 8 mingdan ortiq askarini yo'qotdi. Sovet ittifoqi esa 5 milliondan ziyod harbiysini, 13 milliondan ortiq tinch aholisini. Lekin bu urush Sovetni sindirmadi. Zavodlar Uralga ko'chirildi. Yangi armiyalar tuzildi va 1943-yildan boshlab tarix orqaga qaytdi. Endi Sovet tanklari g'arbga qarab yurishni boshladi. Barbarossa bu harbiy operatsiya emasdi. Bu insoniyat tarixidagi eng yirik xato, eng qimmat ambitsiya, eng sovuq saboq edi. Bu operatsiya SSRni yo'q qilish o'rniga uni yagona maqsad atrofida birlashtirdi. Tarix shundan beri bitta haqiqatni eslab kelgan. Kim Rossiyaga yozda hujum qilsa, qishda tarix uni ko'madi.